eng katta yolg'on bilasizmi biz tariximizda? Oltin beshik yolg'oni. Bu hozir endi bir xil adiblarimiz buni katta bir manba sifatida foydalana boshladi. Men yaqinda bir kitob o'qidim. Bu masalaga aniq bir nima berib ketishimiz kerak-da. Bu bunaqa bo'lgan qiziq voqea yuz bergan. Bobur ensiklopediyasi tayyorlanayotganda mana jonkuyar eng faollardan bittasi o'tiribdi meni qarshimda. Otabek degan bir do'stimiz maqola yozib keldi. Men aytdim, Otabek dedim. Bobur ketayotganda dedim. Jang bu G'ijduvonda bo'layotgan bo'lsa, Bobur bunaqa Farg'onaga ketadimi dedim, yo to'g'ri ketadimi dedim. Ikkita yo'l turibdi-da. Hisor orqali yoki mana hozirgi Boysun bilan Termiz orqali o'tib ketish kerak. U keyin yana o'zgartirib keldi. Maqolani o'zgartirib keldi. Keyin yana o'qidim. Men aytdim, qara, olim nimani maqolaga, shu 65 ga men tarixlayapman. Aytayapmanki, xo'p deyapman, Bobur ketayotganda Gulbadan begim ham yozib qo'yibdi. 200 ta nechtadir odam chiqib ketyapti. Bularning qo'lida bir minishga bir otiga yoki bir onasiga bir to'shashga borib bitta chodiri bo'lsa, bu qaysi biriga ishonaylik? Bu Farg'onadan ketdi deganingda yalangoyoq ketgan. Qanaqa qilib inson o'zini farzandini shunday tashlab ketadi-da, bitta yolg'onda har qanday ota bolasini tashlab ketmaydi. Yana 65. Endi qo'yib turing. Mayli 65 ga ham ishonaylik. Podsho deylik. Mayli puli yo'q edi deylik. Vaholanki unda yo'q edi. Ikkita otida bor yo'g'i. Ikkinchi masala. Masalan, 3 ta qishloqning odamlari yig'ilishibdi. 3 ta qavmlar. Bittasi beshik topdi, bittasi pul topdi, bittasi chaqaloq topdi. Endi shu gapga kim ishonadiki, tuppa-tuzi bir aqli raso odamlar, bizga chaqaloqni bersang bo'ldi, tilla sizlarga deyishi mumkin. Bu kulgili emasmi? Albatta. Bu mayli o'tib ham ketdi. Xo'p, mayli, buni ham ko'z yumamiz. Oradan 200 yil o'tgandan keyin Qo'qon xonligi paydo bo'lyapti. U yigit haligi nasldan nasl 200 yil o'tib ketdi. Bittasini olib keladi. Sen deydi, Bobur nasldansan-ku. Kel deb uni ko'taryapmiz. Hech aqlga sig'adigan narsa emas. Nodir ham haligi Bobur pok nasldan Nodirani ham shu gapga bir sababchi mayli. Endi tasavvur qiling. Bugungi kunda Rossiyada, masalan, sen Romanovlar oilasidan bittasini olib kelib xon qilib qo'yadimi 200 yil o'tgandan keyin? Yo'q, bu eng katta yolg'on bizni chalg'itadigan narsalardan biri. Buni Aziz Qayumov aytib qo'yibdi, biz o'zimiz ham nimalarda aytganmiz. Bu bir rivoyat. Mumkin emas bolasini qoldirib ketishi. Inson qanday qilib o'z farzandini yana bir kishi uzoqdan turib kuzatib turadi ekan. Masalan, ikkinchi taraf ham bor, kechirasiz. Ketdimi, chaqaloqni tinchgani joylashtirib qo'yib, bani olib qo'yib, navkar qochib ketaveradi. Tilla 5 ta, 65 ta olib ketadi hech bo'lmasa. Endi hech bo'lmaganda. Mana shunaqa yolg'onlarga qanaqadir bir chek qo'yishdan vaqt